Umuman bo'lmaydi, bu musur narsa. Agar xalqni, kuryerlarni o'ylaganda reklama qilardi, bonuslarni etardi, monster veligi tekinga tushishini etardi, bu musurni haydab yurganlar ko'chada qolib ketayotgan etardi debdi. Avvalgi chiqargan videomizda yozilgan komment bu. Bugungi videomiz o'sha videoning endi davomi bo'ladi. Kommentda fikr bildirgan akalarga javoban alohida yana bitta video chiqarishimga majbur bo'ldim. Assalomu alaykum. Ijaraga elektrovelosipedmi? Unda Volter. Xo'p, Sherzod Bek degan aka so'ragan ekan, assalomu alaykum. Prava kerakmi? So'raydimi debdi. Yo'q, bu nomi elektrovelosiped, tezligi 25 km/soat yuradi. Buni ko'tarsa bo'ladi, 50 km/soatga ham ko'tarib haydasa bo'ladi. Bunga prava so'ramaydi. So'ramasligining sababi buni nomi elektrovelik, elektrobike deyiladi. O'shaning uchun prava so'ralmaydi. Gaylarning yonida ham juda ko'p o'tib yurdim. Hali biror marta to'xtatib, prava so'rab, tezligimni o'lchab, unaqa ish qilmadi, lekin 50 km/soatda haydab yuribman. Biror marta unaqa bo'lmadi. Prava so'ramasligining sababi o'sha. Pedali bor buni, tezligi 25 km/soat ko'tarsa ham bo'ladi, lekin o'sha aytilishi nomi buni elektrovelik. O'shaning uchun ham prava so'ramaydi. Umuman vaziyat ochilgan yana bir og'iz aytib ketay. Kecha Red Marketni ofisining orqa tarafida jarima maydonchasi bor. Shu yerda ko'rsam, ter bor, moped bor, elektrovelik monsterlar bor. Volturning o'zidan ham bitta turibdi. Ular hamma veliklar jarimaga tiqib tashabdi. Gaylar ushlagan. Buni ko'p sababini bila olmadim. O'sha reyd bo'lyapti ekan, nimadir qilib, shu bir kun ikki kun endi reyd bo'lib shunaqa qilib, xullas stenka qilib tashayapti ekan. Aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa joylarda faqat ehtiyot bo'lasizlar. Iloji boricha elektrovelik bo'lgandan keyin katta yo'lda yurish bizga mumkin emas. Faqat qachon mumkin? Qizil yo'lak bo'lmasa, piyodalar yuradigan yo'lak bo'lmasagina biz katta yo'lda eng chekka qismida taqab yurishlikka haqqimiz bor ekan. Undan tashqari holatlarda emas. Lekin men o'zim ochig'ini aytaman, katta yo'lda haydayman. Kuryer bo'lib ishlab yurgan odam o'zi biladi, juda ham noqulay. Anaqa trotuardan haydash, velodorojkadan haydab yurish juda ham noqulay bo'lganligi uchun katta yo'ldan haydayman. Birinchi polasadan haydayman. Imkon qadar chekkaga chiqib haydayman. O'shinchi polasaga ham o'tishim mumkin. Mashinkami, hech kimga ziyonim tegmaydimi? O'sha taraflarni hisobga olib yo'lda yuribman-da. Qizildan ham o'tib ketishligim mumkin. Piyodalar yo'lagidan haydab o'tishligim mumkin. Buni hammasida men hozir qoida buzganligim bilan maqtanmayapman yoki o'sha qoida buzishlikka targ'ib qilmayapman. Faqat aytganligim, men ko'chaga ishlashga chiqaman-da. Ishlashga chiqqandan keyin bunday qonun qoidalarga amal qilish juda ham qiyin. Masalan, velodorojka yo'q ayrim joylarda. Keyin piyodalar yuradigan yo'llar umuman yurib bo'lmaydi. Shunaqa yamalar tiqilib yotibdi, bosilib yotibdi. Peshobodda ham u juda ko'p anaqa piyodalar o'tadigan yo'lakda ham juda ko'p bunaqa joylarda biz ishga chiqqan, aylanishga chiqmayapmiz-da. Men o'zim istagan bo'lardim o'sha piyodalar svetoforda piyodalar o'tadigan yo'lakda ham haydab o'tishlikka qonundan ruxsat berishlik kerak-da. Ayrim joylarda e'tibor bergan bo'lsanglar, velodorojka qilib chizib qo'ygan. O'sha anaqadan svetoforda haydab o'tish mumkin. O'shanaqa ayrim joylarda bor, u juda ham kam. Men o'zim istagan bo'lardim, o'shanaqa chiziqlar chizilsin, haydab o'tishlikka ruxsat berilsin. Faqat sharti bo'lsin. Sharti juda ham sekin, ikkita oyoqni tushirib olib, sekin o'tib ketish bo'lsin. Bosib o'tib, unaqa qilib qo'pol xato qilib, u narsaga men ham qarshiman. U xavfli, lekin mana shunaqa bo'yinda sekin haydab o'tishlikka ruxsat bersa, hammaga qulay bo'ladi. Chunki ishga chiqasiz, ishga chiqqandan keyin unaqa svetoforga juda ko'p duch kelasiz-da, hammasidan tushib, yetalab o'tib, yana minib, shunaqa noqulay tem bo'lib ishlab yurgan odamga, mana prosta kayfiga, sayohatga chiqqan odamga zo'r narsa. Yaxshi, shunday tushib, nima bemalol o'tib, ko'ngilni keng qilib o'tib ketaveradi. Lekin ishlab yurgan narsaga o'sha narsa qiyin-da. Bilmadim o'sha qayerga murojaat qilib o'sha narsani fikrimizni bildirsak ekan, o'shani kommentga yozsalar yaxshi bo'lardi. Mana shu savollarga javob beradigan bo'lsak, prava so'ramaydi, lekin yo'lda yurganda gaylar ushlab jarima qilishligi mumkin. Mana minuslarni aytayapman, qaranglar. Jarima qilishligi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib, sharoitga qarab yo'lda ham nima deydi, o'sha xavfsizlikka amal qilib, qonun qoidalarga amal qilib yursa bo'ladi. Luk Kato degan profil ekan. Assalomu alaykum akalar, men olib minib ko'rdim. Volterning qulayligi juda qulay, lekin hozirgi paytda bir oyga birdaniga olib o'zinglarni qiynab qo'ymanglar, chunki stansiya hali hamma joyda qurilmagan. Almashtirib ketish juda qiyin. Meni o'zimni boshimdan o'tgan. Men o'zim Yashnobodda turaman. Almashtirishga borish uchun 13 kilometr ketib qolardi. Shuning uchun olayotganda sal o'ylab olinglar akalar. Men o'zim olib xato qilib ko'rdim. Men ham sizlarga o'sha kuryerlik qilib pul topaman.
rosti o'zinglarni kundalik topayotgan rizqinglarni o'zinglar kamaytirib qo'ymanglar deyman-da. Avvalgi videoda ham aytganman, 4 ta stansiyasi bor. 20 tagacha qo'yiladi. Yana yilning oxirigacha 50 tagacha oshiriladi deb videoda aytganman, ma'lumot berganman, to'g'rimi? Keyin bu kishi o'zi ham Yashnobodda turar ekanda. Yashnobod bilasizlar, juda ham chekka joy. Bizda hozir stansiyalar mana yana ko'paydi. O'sha video chiqarganim hozir 12 kunmi, 13 kunmi bo'libdi-da. Hozir men aytaman nechta stansiya borligini. Hozir mana shu 13 kun, 15 kun deylik, endi mana shu 15 kunning ichida yana 14 ta stansiya bo'libdi. Boshida men aytganimda 4 ta stansiya bor edi. Hozir o'shandan beri yana 10 ta stansiya qo'yilibdi. Yana 6 ta stansiya qo'yishgan. Faqat joy muammo bo'lganligidan u narsa tez qo'yib bo'lmayapti, iloji bo'lmayapti. Lekin hozir ham shuncha ko'paytirib tashladi. Hozir 14 ta bor. 14 ta men hozir kartada mana yonboshda qilib ko'rsataman. Markazda bor. Men o'zim deyarli bir oy bo'lib qoldi. Bir oydan beri haydab yuribman, bir oydan beri ishlab yuribman. Avval Chilonzorda kvartirada turardim, hozir Yunusobodga ko'chdik. Biror marta men stansiyadan uzoq bo'lib, anaqa qolib ketib, o'chib qolgan joyim bo'lgan yo'q-da. Akkumulyator 60-70 kilometr yuryapti. Men o'sha 55-60 kilometr yurganda o'sha turgan lokatsiyamga qarayapman. Menga eng yaqin stansiyani masofasi qancha? 4 kilometr, 3 kilometr, go'xida 1 kilometr bo'lib qoladi. 10 kilometrdan ham borgan joyim bo'ldi stansiyalarga-da, masalan. Shunaqa vaziyatlarda men kilometr hisoblab yuraman-da. Hali 70 kilometrgacha taqab yurganim yo'q. 60 bo'ldimi, 50-55 dan oshdi. 60 kilometr atrofida bo'lib qolyaptimi? Iloji boricha liniyadan chiqib, stansiyaga qaytishga harakatini qilaman-da, o'shani rejasini tuzaman-da. Ya'ni bu kishi o'zi Yashnobodda turadi, chekka joyda turadi. Rostdan sizning gapingiz to'g'ri. Stansiya kam. Siz o'zingiz Yashnobodda turasiz. Uzoqdan kelib almashtirib ketish rostdan sizga qiyin. Gapingizga 100% qo'shilaman. Bu o'sha markazroqda kvartirada turadigan bo'lsa, Chilonzorda tursa, Chilonzorda 2 ta bor, Mejikda bor, Bobur parkda bor. Markazda umuman muammo yo'q. Mana markazda ishlaydigan bo'lsa, Beruniy tarafda bor, Buyukpak yo'li tarafga qo'yilgan. Stansiyada hozir mana shu 14 tani ham agar kam desa, ochig'i bilmadim. Shuni ham agar kam deb aytadiganlar bo'lsanglar, men rosti hayron qolaman, chunki menga o'sha 4 ta bo'lganda ham yetib turuvdi. To'g'ri, qancha ko'p bo'lsa, qancha anaqa bo'lsa yaxshi, qulay bo'lgani zo'r, men u tarafga qo'shilaman. Lekin mana bunaqa kommentda xato qildim deb ayblab, nimadirlar qilib tashlash shart emas-da. Rostdan, lekin o'sha agar chekkada bo'lsangiz, yo'q, olmang. O'sha juda chekkaroqda bo'ladigan bo'lsa, o'sha Yashnobodga ham hozir o'sha tarafga bitta stansiya qo'yildi-da. U yerda ham ishlasa bo'ladi. Sergeliga qo'yilgan yo'q, lekin o'sha Sergelidagi ham bo'lmaydi. Men kelganda, mana elektrovelosiped olishga kelganda ko'ringlar, qayerda stansiya bor, men qayerda kvartirada turaman va o'sha men turgan kvartiradan stansiyaga bo'lgan masofa qancha. O'zingizlar o'shani o'ylanglar, hisobini olinglar-da, keyin shunga qarab elektrovelosiped ijaraga olinglar. Va bu kishi ham aytayapti, sifati yaxshi deyapti. Mana bu kishi minib ko'rgan ekan, sifati zo'r, faqat o'sha stansiyada muammo bo'lyapti. Nasib bo'lsa, mana stansiya yana ko'payadi, yana elektrovelosipedlar kelar ekan, eshitishim bo'yicha hali zo'r bo'ladi. Haqiqatdan velik zo'r, sifati yaxshi. Stansiya mana yana 14 ta bo'ldi, yetadi. Nasib bo'lsa yetadi. Agar shunda ham o'zimga kommentda yozinglar-chi, mana shu minib yurganlar bo'lsa, mana shunda ham stansiya kamini qilyaptimi ekan? Bilmadim, lekin to'g'risi ochig'i hozir markazda muammo bo'lgani yo'q stansiya bo'yicha. Dert Morgan degan akkaunt yozgan ekan, oylik Pro olsangiz arzon deyapsiz-ku. Qanaqa arzon bo'ladi? Biri 8 million, yana 16 ming almashtirish xarajati. Asli oylik yomni olganlarga bepul bo'lish kerak emasmi? Ma'lum bir kunlarga bo'lsa ham. Qaranglar-da, mana hozir elektrovelikni ijarasi, mana o'sha ijarasini aytadigan bo'lsak, bir haftalik 299 ming so'm, kuniga 42 ming so'mdan tushyapti-da. Bu rostdan ham qimmat. Bu tarif nima uchun qo'yilgan? Bu o'sha siz kelasiz, birdaniga 1 oy, 2 oy olib qo'ymang-da. Birinchi bir haftaga oling. Avvalo velik yoqadimi sizga? O'sha stansiyalar boyaga uzoqlik qilmaydimi? Sharoit yaxshimi? Ishlasa bo'ladimi? Yo'lda o'chib qolmaysizmi? Zaryadga yetadimi? Yetmaydimi? O'shalarni bilish uchun, boshida sinov uchun mana shu bir haftalik tarif qilinganda, siz keling, o'sha bir hafta minib ko'ring-da. Bo'lsa, agar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana pulingizga qarang. Men imkon boricha mana shu 60 kunligi bor. 1249 ming so'm bo'ladi. Kuniga 20 ming 817 so'mdan tushyapti-da. 20 ming bu ancha arzon. Mana
shu Velifni o'zini ijarasi 20 ming bo'lsa ancha arzon. Mana shuni agar mana kun bir oyga oladigan bo'lsak, 800 ming kuniga 26 mingdan tushyapti. Boyagi 2 oyligi 6 ming arzon kuniga-da. Buni o'zingizlar hisoblab ko'rsanglar, juda ham arzonligi aniq. Akkumulyator almashtirish bor. Bunda oylik Pro 999 ming so'm. Har bitta almashtirish 16 ming so'm. Agar yo bir marta almashtirib ketaveraman desangiz, bir marta almashtirsangiz 30 ming so'm. Boyagi bir martasi qimmat endi. Men aytyapman, oylik Pro shunaqa 999 ming so'm. Har bittasi 16 ming so'm. Bu rostdan arzonmi? Bitta o'sha men eng arzon tarifini aytyapman-da. Hozir 2 oylik tarifni sotib olasiz, Velida arendaga olasiz. 20 ming so'm kuniga tushadi. 2 oylik tarifni ijaraga olgan bo'lsangiz, kuniga 20 ming so'm tushadi. Men o'zim bir kunda 3 marta akkumulyator almashtiraman. O'zi 3 marta almashtirish limiti qo'yilgan ilovada ham. Undan ko'p almashtira olmaysiz. Keyin oylik Pro sotib oladigan bo'lsangiz, 16 ming so'mdan tushadi. 3 marta almashtirishingiz 16, 32, 37, 47 ming so'm bo'ladi. Boyagi ijara bilan umumiy 67 ming so'm bo'ladi kuniga. Boyagi 3 ta akkumulyator bilan 3 marta almashtirish bilan siz bemalol 60 dan 180 kilometr yura olasizda. Endi mana shu 180 kilometrda nechta buyurtma bajarasiz? Mana shu 180 kilometrda hozirgi kunda men o'zim 20 ta, 25 ta buyurtma qilaman-da. 3 ta akkumulyator bilan. Mana shu 20 ta buyurtma qiladigan bo'lsam, gohida 300 ming bo'ladi, gohida 400 ming, gohida 450 ming bo'lib ketgan kunlari bor. Oyiga umumiy eng arzoni oyiga 2 milliondan tushyapti. 391 ming topganman. Mana shunda 2 ta akkumulyator to'liq ishlatganman-da. 3-akkumulyator bilan qaytganman kvartiraga. O'shanda 391 ming bo'lgan. 391 ming so'mdan 67 ni ayirasizlar. Undan qolgan summa o'sha sizlarda eng top summalar bo'ladi. O'sha 300 ming bo'ladi. Keyin mana eng kam qancha bo'lgan? Mana 20 ta qilganman 309 ming bo'lgan ekan. Buni ham o'sha ijarani olib tashlasanglar, o'zlariga bir 200 ming qolyapti. Undan endi ichi beshiklarga, boshqalarga qancha xarajat qolishi endi o'zingizlarga bog'liqda. Bilmadim endi bu nima uchun bunaqa narxlar qo'yilgan? Qaranglar, mana har bir stansiya qo'yilyapti-yu, har bir stansiyaga arenda ijara to'lanadi. Ishchilari bor, bularning ustasi bor, o'zini yana marketingi bor, reklamasi bor, joyini arendasi bor, shuncha Velida xarajati bor. Mana shulardan kelib chiqib qo'yilgan narx bu. Bu osmondan tap etib o'sha kuryalarning pulini bo'lib ishlamiz deb qilinmagan narsa bu. Ko'ringlar, boshqa bozorda o'rganinglar, boshqa ijara beradigan kompaniyalar ko'p, rasuschiga berayotganlar bor, solishtiringlar. Anaqa bitta aka monopoliya deydi. Qanaqa monopoliya? Monopoliyaning farqiga bor avval. Aka, boring, mana monopoliya emas. Bozor erkin. Mana siz xohlasangiz rent marketga kelib, Volter elektrovelosipedlarni olib, xohlasangiz boshqasiga borib oling. Kontent qilyapman, kontent qilganimda reklama qilyapman. Narxini sizlarga taklif qilyapman. Xohlasanglar olinglar, xohlamasanglar olmanglar. Men sizlarni majburlaganim yo'q. Men ham mana shu kontent bepulga bo'lmaydi. Mana videoga olish, montaj qilish, kamera, mikrofon, bunaqa kuyib pishib gapirib, bu ish qilasiz oson emas. Oson emas. Men boyagi aka aytgan, nimaga o'shani aytmagansan, nimaga o'shani reklama qilmagansan, bonuslarni aytmagansan deb. Men shuncha mehnat qilib, kimlardir biznesini qilib yurgan ishini men bepul reklama qilib beramanmi? Kelsin menga taklif bersin, shuncha pul beramiz, qani reklama qil desa, mayli qilaman. O'zingizlar ham bozorda o'rganinglar-da. Faqat men aytganim qilavermaysizlar, to'g'rimi? O'zingizlar fikringiz bor. Gap yo'q, lekin mana shunaqa tahlil qilib, fikrlarni bildirib, komment yozishga gap yo'q. Mana shunaqa bo'lishi kerak o'zi odam. Tanqidiy fikrli olishligi kerak. Bir fikr bildirayotganda asosli bo'lishi kerak-da. O'sha gapirayotgan gapida ma'no, mantiq bo'lishligi kerak. Mana shu Volterda reklama qilaman, to'g'rimi? Yaxshi bo'lganligi uchun sizlarga mana ikkinchi videoni chiqaryapman. Menga hech kim gapni so'zim yozib bermagan. Bular ham aytgan, yo'q, o'zingiz tavsiyangizni ayting. Mayli minuslarni ham ayting, pluslarni ham ayting dedi. Minuslari mana rostdan bor, bitta ikkita o'chib qolganlar bor. Miyasi kuyib qolayotganlar bo'lgan, bo'lmasa hali yangi, lekin miyasi kuyib qolyapti ekan. Kelib kelsa shunaqa bo'ldimi? O'sha yangi narsa ko'rasiz. Bajarasiz, almashtirib berasiz. Sizlarning bo'yningizga ilmaydi, mana sen kuydirgansan, sen shunaqa qilgansan, bu ofisga kelsanglar ham tushunadi. Anaqa gruppamiz bor. Shu Volterda mijozlarga xizmat ko'rsatiladi. Nima muammo bo'lsa yoziladi, bonuslar beryapti, xaridlarga anaqa promo kodlar beryapti. 4 ta, 5 ta, bitta, ikkita akkumulyator almashtirishlikka nima bepul
almashtirishga promoukonlar berilyapti-da. U o'zlari ham foyda qilishligi kerak, imkon qadar sizlarga yaxshi narsa berishlikka ham harakat qilyapti-da. U biz hamkormiz, Volter bilan hamkorligimiz bor. O'shaning uchun men reklama qilib chiqyapman. Ular o'zlari reklama qilgani yo'q. Ishoninglar, Instagramda target yoqqani yo'q, bir nimalar qilgani yo'q. Men tavsiya qilyapman, yana olgan kurierlar tavsiya qilyapti. Bir-biridan eshitib, bir-biridan ko'rib, kelib minib yurganlar juda ham ko'p. Telegram gruppamiz bor, kiringlarda o'sha yerda so'ranglar. Volter elektrovelosiped minib ko'rganlar bormi? Nima deysizlar? Nima tavsiya qilasizlar? Mana sizlarga aytyapman, gruppaga kiringlar. Mayli menga ishonmasanglar, mayli men o'sha sizlarni yolg'on gaplarni qiladigan bo'lsam-da, kamchiliklar bormas, yo'qmas. O'sha stansiya xarizomon ishlamay qolyapti, ilova ishlamay qolyapti, zaryadka aniq ko'rsatmay qolyapti. Unaqa narsalar bor, yo'qmas. Minuslarni ham aytyapman, plyuslarni ham aytyapman. Undan so'ranglar, bundan so'ranglar, o'zingizlar qilib ko'ringlar deyapman. Ishlatib ko'ringlar. Biz qo'rqmaydi bular aytgan. Bemalol nima desang deyver, o'sha o'zingga yoqqan bo'lsa yoqdi, yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb ayt. Yoqmagani o'sha har zamon ilova anaqa qilib qolyapti. Qaysi kuni men qolib ketdim, yaxshi ham ishdamas edim. Boyagi ilova o'zidan o'zi otib yubordi, keyin SMS kelmay qoldi. Bir kundan keyin SMS keldi. O'sha kuni yaxshi ham ishga chiqmagan ekanman, boshqa bo'lmagan ekan. Muammo bo'lmadi. Ishim tugatib bo'lgandim-da. Kechqurun bo'ldi. Kvartiraga qaytib keldim, ertasi kuni yana bordim, almashtirib oldim. Muammosiz. Unaqa narsalar bor, yo'q emas. U boshqa joylarda ham bor. U ideal hali nima elektrovelosiped ijaraga berilgan ideal hali unaqa kompaniya yo'q. Hamma joyda kamchilik bor, muammo bor. O'zingizlarga bog'liqda endi hamma narsa. Ishlab ko'rib, moslashib. Keyin yana bitta Sam degan yozgan. Mana shu uka, seni hurmat qilaman, lekin bu reklama uchun qancha pul olganingni bilmayman, u senga yarashmaydi bunday sifatsiz Monster reklama qilish. Bundan ko'ra Monsterni Titan 2.0 yaxshi. Men 3 yildan beri Minaco firmasining Monster Pro va Monster Titan modellarini ishladim. Ular ancha sifatli. O'zida Titan 2 sotilyapti hozir. Hozirgi mana bu aytganim o'sha Titan bilan birga bir o'xshash. Bu Volter bo'lsa Titan bilan bir xil. Bu sifati juda ham zo'r deb aytayapman. Men o'zim haydab yuribman. Hali biror marta ustaga olib kelganim yo'q. Ustaga olib kelganimda nimadan bo'lyapti? Kriloni bolti borki o'sha 2 marta tushib qoldi. Keyin tormozimni kalotka nimadir bo'lganda o'sha ovoz chiqib qoldi. Boshqa hech narsa bo'lgani yo'q. Ishoninglarmi, bir oydan haydab yurgan bo'lsam, hech qayeri buzilmadi, hech narsa qilmadi. Chunki yangi, hali zo'r, sifati yaxshi deyapman. O'sha bu kishi ham haydab yurgan ekan. Avvalo hurmatingiz uchun rahmat. Yaxshi narsa bo'lganligi uchun men tushuntirdim. O'sha alohida video qilib chiqardim, ko'rsatdim. Yangi, zo'r dedim. Bu rostdan sifati yaxshi. Qo'rqmanglar. Miyasi kuyib qolib, bu bittakda bo'lyapti. To'g'ri, u juda ham olganda hammasi unaqa bo'lib ketgani yo'q. Bittakda bor orasida. Lekin ko'pchilik maza qilib bosib haydab yuribdi. Yo'q, ko'chada ham o'zi ancha ko'payib qolgan. Imkon qadar sizlarga foydali nimadir berishlikka harakat qilaman. Foydali nimadir reklama qilishlikka va'da beraman. Mana shunaqa ham bo'ladi narsa undan bu yog'iga. Mana shunaqa tanqidiy fikrlar ham bo'lgani yaxshi. Faqat iltimos, asosli bo'lsin. Musur deb aytayotgani sizlar asosiylar bo'lsin. Musur deb mana shuni aytdinglarmi? Kelinglarda isbotlab beringlar. Mana rostdan bu musur. Olmanglar deydilar. Shunday video qilaman, YouTube'ga chiqaraman. Bitta kommentda yozibdi, gaplarning hammasiga javob beraman. Agar javob bera olmasam, mana shu aka videosida chiqib uzr so'rayman deb. Mana men ham aytayapman. Agar haqiqatdan musur bo'lsa, haqiqatdan yomon bo'lsa, umuman ishlab bo'lmaydigan darajada bo'lsa, kelinglar mana shunaqa musur bu Volter elektrovelosipedlari dabdala deb menga shunday aytsanglar, mana shunday video chiqqanda bo'ldi, olmanglar deyman. Volterni olmanglar, dabdala bu. Sifati ham dabdala, stansiyalari ham bo'lmaydi deb sizlarga aytaman. Erkakcha gapda, to'g'risi. Lekin mana shunaqa fikr bildirganlar yaxshi. Nima muammo bo'lyapti, yana nima kamchiliklar bo'lyapti, fikrlar bildiringlar. Agar yo'q o'sha Volter minib yurgan, yaxshi daromad qilib, mazza qilib minib yurgan bo'lsa, ular ham imkon qadar fikrlar bildiringlar. O'zingizlar tavsiya qilasizlarmi? Haqiqatan minib haydab yursa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? O'sha narsalarni o'zingizlar ham iloji bo'lsa mana shunaqa bildirib ketinglar. Men ham reklamani qilayotganda buni qornim to'yib, kimdirga foydam tegib qilsam yaxshi-da. Endi hammamizga yaxshi-da. Sizdan foyda ko'rasiz, men ham foyda ko'raman. Bu yerda kompaniya ham foyda ko'radi, hamma foyda ko'radi-da. Hamma bir ovozdan anaqa qilib mazza qiladi, hammaga foydali bo'ladi. Kommentda faol bo'linglar, kanalga obuna bo'linglar. O'sha elektrovelosiped kerak bo'ladigan bo'lsa
doimiy o'sha telefon raqamlarini yozib qo'yyapmiz. Telefon qilib gaplashib ko'rishlar mumkin. Kelinglar, minib ko'ringlar, Telegram guruhlarimizga qo'shilib, kuryelardan so'rab ko'ringlar, maslahat olinglar. O'sha ana bitta aka yozdi-yu, o'shanda yaxshilab o'ylab ko'ringlar, yaxshilab o'ylanglar avval dedi-yu. Rostdan o'ylab ko'ringlar rostdan. Chunki nimadir qilayotganda, nimadir qilib, nimadir ijaraga olayotganda o'zinglarni o'ylanglar. O'sha topgan pulinglarga rahminglar kelsin, boshqa bo'lsin, hisob kitobini qilinglar. Bu juda ham to'g'ri gaplar o'sha narsa. O'ylash kerak, avval o'sha o'ylab, o'shani bosh qotirib, keyin olish kerak. Shu gap akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Faqat kommentda yana nimalar, qanaqa videolar chiqaraylik, yozib ketinglar, iltimos. Salomat bo'linglar.